Rasmga qarab nimani tushundingiz? Shunchaki ikki sevishgan yurak olis-olislarga qarab turishibdi. Sevgi borligiga ishonasizmi? Menimcha, sevgiga ishonmaydigan yurak hech qachon chinakam yashamaydi. Menimcha sevgi odamlar o'ylab topgan eng chiroyli yolg'on. Sevgi o'ylab topilgan bo'lsa, nega unda yurak uni eshitganda shu qadar tez uradi? Tabiat. Bu shunchaki insoniyatni tur sifatida yashab qolish uchun zarur bo'lgan instinkt. Bezovta qilganim uchun uzr. Hech qisi yo'q. Sochlaringdek tun cho'kar, yulduzlari Malika. beshvoz, yuraklar hisga to'la. Timur. Ko'zlaringga termulsam biroz, ikkimiz oqqush bo'lar. Sevgi uzra etamiz parvoz, Majnunman seni ko'rib, azizam, seni sevaman. Bilasizmi, men shuni tushundimki, san'at bu shunchaki chizilgan surat emas, balki bu odam ichidan chiqadigan samimiy tuyg'ulari. San'atchi bu vaqtni to'xtatib qo'yadigan yagona sehr. Vaqtni to'xtatadigan? Ha? Qachondir vaqtni to'xtatgisi kelganmi? Menimcha ko'proq vaqtni orqaga qaytargim kelgan. Nimani o'zgartirgan bo'lardingiz agar vaqtni orqaga qaytara olganingizda? Ularni qo'yib yubormagan bo'lardim. Kimlarni? Ahamiyatsiz. Ko'zim bir juda-yu senga unutmoqqa kerak. Hali raqamimni ham so'ramadingiz-ku. Shu lahzadan olsang qilinga bo'ysunmoqqa kerak. Qo'rqoq jangdan qochadi, o'zidan emas.